Men sizlarga bugun nomer 1 non tayyorlaydigan joyi obzor qilib beraman. Gulzorda joylashgan Xurmo milliy taomni juda ham mazali bo'lgan norinlarni tayyorlashyapti. Bizda bitta porsiya norin etvordik. Norinimiz keldi, ko'rib turganingizdek, dobroy qilib suz berishgan, suvlari issiq holda keldi. Bu uchun xizmat ko'rsatishligiga alohida baho beramiz. Norinimiz keldi, endi mazasini bir ko'ramiz. Bismillahirrohmanirrohim. Onam yoshligimda tayyorlab beradigan norinlar ekan. Onam tayyorlab berardilar. Xamirlarni qattiq qilib, qoqqil to'ra berardilar. Xuddi shunaqa chiqdi. Ana suv paytida mana bunaqa qazilarni yesangiz, aralashtirib boshqa yerda yedim. Bunaqa suv paytida mana shunaqa qazini maydalab, norindan solsangiz, norin sho'rva bo'ladi. Keyin hamma shamollashlarni oladigan mashi bo'ladi. Bu norinimizga 1 dan 10 ballik sistemada 10 ball qo'yaman. Va sizlarga ham yeb ko'rishni tavsiya qilaman. Opisaniyada profillarini va nomerlarini qoldirdim. Bemalol zakaz qilsanglar bo'ladi.